Andijon va Nukusda shahar tashqarisidagi uy-joy bozori faollashmoqda. Kimlar va nima uchun bunday uylarni sotib olayapti? Oilalar keng hovli va bog' izlaydi. Uzoqdan ishlaydigan mutaxassislar osoyishtalik va qulaylikni qadrlaydi. Investorlar ijara yoki qayta sotish uchun aktiv sifatida ko'radi. Qishloq aholisi esa ota-onasi yoki qarindoshlari uchun uy oladi. Asosiy sabablar o'z hovlisi, tinch muhit, investitsiya va infratuzilma. Narxlar so'nggi 2 yilda oshdi. Andijonda 8-12 payedir, Nukusda esa 10-15 payedir. Xariddan oldin uy holatini, hujjatlarini va hudud kelajagini tekshirish muhim. Masalan, yangi maktab yoki yo'l yonidagi uy tezroq qimmatlashadi. Men bilan birga bo'ldingiz, Zamira Alimova. Andijon va Nukusdagi shahar tashqarisidagi ko'chmas mulk bozori haqida batafsil maqolani Realting.uz saytida o'qing. Realting TVga obuna bo'ling. O'zbekistondagi eng muhim ko'chmas mulk yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasiz.